Assalomu alaykum. O'tib borayotgan haftaning muhim voqea va hodisalar sharhi bilan haftalik dayjest ko'rsatuvi yana efirda. Европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Islamofobiya holatlariga aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi deb hisoblayman. Many of them killed. Don't. O'tib borayotgan haftada, aniqrog'i 7-oktyabr kuni G'azoda Isroil genotsidi boshlanganiga 2 yil to'ldi. 2 yil davomida falastinliklar boshiga har kuni kelayotgan og'ir sinovlar, bosqinchi Isroilning shafqatsiz hujumlari, blokada ortidan boshlangan ocharchilik, tinch aholiga nisbatan 10 minglab qotilliklar va majburan ko'chirishlar butun dunyo ko'z o'ngida sodir etilmoqda. 2 yil avval G'azoda boshlangan genotsid urushi natijasida halok bo'lgan falastinliklar soni 67300 ga yetdi. 170 mingga yaqin kishi yarador bo'ldi. Jabrlanganlarning asosiy qismi ayollar va yosh bolalardir. Shuningdek, Isroil blokadasi tufayli mintaqaga cheklangan miqdorda yordam yuklarining kiritilishi natijasida yuzaga kelgan ocharchilik tufayli halok bo'lganlar soni 460 nafardan oshdi. Ularning 160 nafari yosh bolalardir. Bundan tashqari, Isroil bosqini natijasida G'azo sektoridagi millionlab bolalar urush va blokadaning qaytarib bo'lmaydigan genetik oqibatlariga duch kelishmoqda. Onalarning stress gormonlari bolalarning tanasi va miyasiga ta'sir qiladi. Buning natijasida G'azodagi yosh avlod genetik falokatga duch kelmoqda. Buning oqibatlari ayniqsa reproduktiv tizimi rivojlanayotgan homilador ayollar va o'smirlar uchun og'ir bo'lishi, G'azoda qo'rquv, ochlik va zo'ravonlikning uyg'unligi genlarda muhrlangan jamoaviy travmalar yuzaga keltirishi ko'plab mutaxassislar tomonidan ogohlantirilmoqda. Millionlab falastinliklar G'azodagi Isroil bosqinlarining tugatilishi, tinchlik o'rnatilib, majburiy ko'chirishlarga barham berilishidan umid qilar ekanlar, Misrning Sharmanshayx shahrida Hamas hamda Isroil o'rtasidagi tinchlik kelishuvi yuzasidan olib borilayotgan muzokaralarda va nihoyat oldinga siljish kuzatildi. Misr, Qatar va Turkiya rasmiylari vositachiligida bo'lib o'tgan muzokaralarda chorshanba kuni kelishuvning birinchi bosqichi imzolandi. Tramp tomonidan ilgari surilgan 20 bandlik tinchlik kelishuvi AQShda o'tkazilgan BMT sammiti doirasida arab va boshqa musulmon davlatlari rahbarlariga taqdim etilgan edi. Mazkur kelishuvning ko'p qismi Isroil manfaatlarini ko'zlab tuzilganligi aytilgan bo'lsa-da, aynan arab va boshqa musulmon davlatlari liderlarining bosimi ostida Hamas ushbu sulhni qabul qilishga majbur bo'ldi. Biroq unda ko'rsatilgan ayrim holatlarni inkor etgan holda albatta. Isroil manbalarining bergan ma'lumotlariga ko'ra, tinchlik kelishuvining birinchi bosqichida 48 isroillik mahbus ozod qilinadi. Ulardan 20 nafari tirik holda va 28 ta o'lgan isroillikning jasadlari topshiriladi. Isroillik barcha tirik asirlar dushanba kunigacha topshirilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, Isroil qamoqxonalaridagi 2000 ga yaqin falastinlik mahbuslar ozod etiladi. Ular orasida umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan 250 kishi ham bor. 7-oktyabrdan keyin hibsga olingan 1700 falastinlik ham ozod qilinadi. Isroil armiyasining G'azo sektorini tark etishi esa 3 bosqichda amalga oshirilishi belgilangan bo'lib, dastlabki bosqichda mintaqaning 55%, ikkinchi bosqichda 40%, yakuniy bosqichda esa 15% Isroil nazorati ostida qoladi. Hamasni qurolsizlantirish va anklav boshqaruvini Britaniya sobiq bosh vaziri Tony Blair boshchiligidagi tinchlik guruhi tomonidan boshqarilishi bo'yicha Tramp tomonidan ilgari surilgan bandlar esa Hamas tomonidan rad etildi. Payshanba kuni Tramp G'azo mintaqasida urush tugaganini e'lon qildi. AQSh prezidenti turkiyalik hamkasbi Rajab Toyyib Erdog'anga o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvni ta'minlashdagi shaxsiy roli uchun alohida minnatdorchilik bildirdi. Tinchlik sulhiga qaramay, anklavning turli nuqtalarida Isroil askarlari tomonidan g'azoliklarni nishonga olishlar davom etmoqda. Shu bois bu bosqinchilarga to'liq ishonib bo'lmaydi. Ko'pchilikni xavotirga solayotgan holat bu shubhasiz Yahudiy asirlarni to'liq ozod qilingach, sionistlarning qayta hujum boshlashi xavfidir. Xo'sh, Netanyahu boshchiligidagi bosqinchi hukumat Tramp hamda urushdan charchagan o'z xalqiga qarshi chiqadimi yoki sulh shartlariga sodiq qoladimi? Buni yaqin orada bilib olishimiz mumkin. Ayni damda G'azo ahli ham, Isroil fuqarolari ham tinchlik o'rnatilganini ko'tarinki ruhda nishonlashmoqda. G'azoda tinchlik sulhi kuchga kirar ekan, o'zini yaqin sharqdagi tinchlik elchisi sifatida ta'riflayotgan Donald Trampga tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti berilsa kerak degan gap-so'zlar ommaviy axborot vositalarida keng tarqala boshlandi.
Va nihoyat juma kuni tinchlik uchun Nobel mukofoti egasi aniqlandi. Misr prezidenti Sisini olasizmi yoki Iordaniya qiroli Abdulla II'nimi? Ko'plab maddoh siyosatchilarning Nobel mukofotini aynan Trampga berilishi kerakligi bot-bot ta'kidlanishiga qaramay, yakunda bu yo'nalishdagi Nobel egasi boshqa odamga nasib etdi. 2025-yilgi Nobel tinchlik mukofoti Venesuela muxolifati rahbari Maria Corina Machadoga berildi. Ma'lum bo'lishicha, prezident Nikolas Maduroning faol tanqidchisi bo'lgan Machadoning mamlakatda demokratik huquqlar va erkin saylovlar uchun kurashi yuqori baholangan. Bu yilgi tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti AQSh prezidenti Donald Trampga berilishi aytilayotgan edi. Chunki u bir necha bor o'zini bu mukofotga loyiq deb hisoblashini aytib, bir necha urushlarni to'xtatishga muvaffaq bo'lganini ta'kidlagan. Ammo yakunda bunday bo'lmadi. Aftidan tashkilotchilar G'azodagi tinchlik yo'lida Trampning bir yoqlama sa'y-harakatlariga to'g'ri baho berish bilan birga AQShning Isroil armiyasiga yetkazib berayotgan milliardlab dollarlik harbiy yordamlariga ham ko'z yuma olishmagan ko'rinadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahrining Uchtepa tuman sudida chorshanba kuni taniqli diniy olim Mubashir Ahmadga hukm o'qildi. Asli ismi Alisher Tursunov bo'lgan faol 2,5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Uchtepa tuman sudi Mubashir Ahmadni aybdor deb topdi. U milliy va diniy adovat qo'zg'atish, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallar tarqatish hamda qonunga xilof diniy kontent saqlash ayblari bo'yicha sud qilindi. Sud hukmiga ko'ra unga 2 yil 6 oy ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi. Jazo umumiy tartibli koloniyada o'taladi. Mubashir Ahmadning advokati Dilshod Boyto'rayev sud hukmi yuzasidan apellyatsiya berish bo'yicha hozircha maslahatlashilmaganini ma'lum qildi. Himoyam ostidagi shaxs bilan maslahat apellyatsiya berish yoki bermaslik bo'yicha aniq ma'lumot bera olaman dedi advokat. Har bitta holat bo'yicha himoya ostidagi shaxs bilan gaplashib, uni apellyatsiya berish bermaslik masalalari hammasini ko'rib chiqamiz. Endi hozirgi hukmdan kelib chiqib, albatta pozitsiyamizni chiqartirib, hukmdan norozimiz hozir. Ekspertiza xulosasiga ko'ra Mubashir Ahmad tarqatgan materiallarda terroristik yoki ekstremistik axborotlar mavjud emasligi aniqlangan. Materiallar bo'yicha xulosada ularda aqidaparastlik mazmunidagi axborot mavjud ekanligi aytiladi. Ammo advokat Dilshod Boyto'rayevning ma'lum qilishicha, aqidaparastlik nima ekanligini izohlovchi aniq yuridik tushuntirish yo'q. Mubashir Ahmad o'z vaqtida 20 yildan ortiq O'zbekiston musulmonlari idorasi tizimida ishlagan. Avval u Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutida o'qituvchi, keyinroq o'sha vaqtdagi muftiy Usmonxon Alimovning matbuot kotibi bo'lgan. 51 yasharli diniy ulamo Alisher Tursunov qandli diabetning og'ir turidan aziyat chekadi. Muttasil yuqori qon bosimi, buyrak yetishmovchiligi unga yondosh kasalliklar bilan yuradi. Shunga qaramay domlaning vatan oldidagi avvalgi xizmatlari ham, sog'lig'idagi muammolar ham inobatga olinmadi va baribir Mubashir Ahmad qamoqqa hukm qilindi. Bu ishlar yuqoridan kelgan buyruq asosida amalga oshirilganiga shubha yo'q. Ba'zilar domlaning omadi kelgani, aslida davlat istasa bundanda katta muddatga qamab yuborishi mumkinligini iddao qilishmoqda. Domlaga berilgan 2,5 yillik jazo muddati esa bu shunchaki xalqni qo'rqitish va kerak bo'lsa xalq ishongan ulamolarni ham ayab o'tirmaymiz qabilidagi siyosat sifatida baholanmoqda. Alloh Mubashir Ahmad va din yo'lida hibsga olingan barcha birodarlarimizga najot bersin. So'nggi yillarda O'zbekistonda nafaqat diniy mazmundagi materiallar uchun, balki prezident Mirziyoyevni tanqid va haqorat qilgani uchun qamoqqa olinayotganlar soni ham ko'payib bormoqda. Jumladan Mirziyoyevni haqorat qilgan 18 yoshli yigitga 2 yillik jazo tayinlandi. Ohangaron shahrida yashovchi 18 yoshli yigit Instagramda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga nisbatan haqoratomuz izoh qoldirgani uchun sudlandi. Sud hujjatlariga ko'ra ayblanuvchi o'ziga tegishli Instagram sahifasida prezidentlarning fotosuratlari ostida Mirziyoyevga nisbatan sha'ni va qadr-qimmatini kamsituvchi so'zlar yozgan. Sud jarayonida yigit o'z qilmishiga to'liq iqror bo'lib, izohni o'ylamay yozganini va hech qanday maqsad bo'lmaganini aytgan. Sud uni Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi bo'yicha aybli deb topdi va 2 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Qolaversa unga nisbatan bir qator cheklovlar ham joriy etildi. Ya'ni ko'ngilochar joylarga bormaslik, ommaviy tadbirlarda ishtirok etmaslik, jinoyat sodir etishga moyil shaxslar bilan aloqa qilmaslik va Toshkent viloyatidan tashqariga chiqmaslik kabi talablar qo'yildi. Jinoyat kodeksiga ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda prezidentni omma oldida haqorat qilganlik yoki tuhmat qilganlik uchun javobgarlikni belgilovchi 158-modda 3-qismining qo'shilgani O'zbekiston rasmiylari tomonidan
mamlakatda o'zgacha fikrni bostirishga urinishning bir qismidir. So'nggi yillarda O'zbekistonda prezidentni haqorat qilgani uchun qamalganlar soni ortib bormoqda. Oliy sud ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yilning o'zida kamida 10 kishi prezidentni haqorat qilgani uchun qamoq jazosiga hukm qilingan. Gap turli xil jazolarga, axloq tuzatish ishlaridan tortib, ushbu jinoyat uchun eng ko'p muddat 5 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilingan 25 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan fuqarolar haqida ketmoqda. Aksariyat hollarda hukmlar onlayn postlar yoki sharhlarga asoslangan bo'lib, huquqbuzarlarning hech biri o'quvchisi ko'p blogerlar emas. Prezidentni haqorat qilgani uchun qamoq jazosiga hukm qilingan eng yosh fuqaro 2023-yil oktyabr oyida 2,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan 19 yoshli samarqandlik yigit edi. Dilshod Iskandarov Instagramda prezident oilasi haqidagi video ostida Mirziyoyevning hozirgi va kelajak avlodlarini la'natlagan izoh qoldirgani aytiladi. O'shanda Rossiyada bo'lgan Iskandarov do'stlari maslahati bilan izohni o'chirib tashlagan va sudda pushaymon ekanligini aytgan. Biroq aybiga iqror bo'lgani uni qamoq jazosidan qutqara olmadi. Blogerlarga qo'yilgan yana bir ayblov jamoat xavfsizligi va konstitutsiyaviy tuzumga tahdiddir. Bu Karimov davrida ham prokurorlar va sudlar tomonidan qo'llanilgan ayblovdir. Ushbu ayblovlar bilan so'nggi 2 yilda katta auditoriyaga ega bo'lgan bloger va jurnalistlardan Otabek Sattoriy, Fozilxo'ja Orifxo'jayev, Qo'qonlik mashhur bloger Olimjon Haydarov, jurnalist Abdulqodir Mo'minov kabi nomlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Ularning aksariyati tovlamachilik va tuhmatda ayblanib qamoq jazosiga hukm qilingan. Xalqaro kuzatuvchilar fikriga ko'ra, O'zbekiston yana akvariumga aylanib bormoqda. U yerdagi suv buzilyapti, lekin fuqarolarga gapirgani qo'yishmaydi. Ular shunchaki jimgina suzishi kerak bo'lgan baliqlar ko'rinishiga keltirilmoqda. Qozog'istonda pedofillar qamoqdan chiqishidan 6 oy oldin kimyoviy kastratsiya qilinadi. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vaziri 1-oktyabr kuni voyaga yetmaganlarga nisbatan zo'ravonlik sodir etgan jinoyatchilarga kimyoviy kastratsiya qo'llash qoidalarini o'zgartiruvchi buyruqni imzoladi. Endilikda pedofillar ozodlikka chiqishdan 6 oy oldin kastratsiya qilinadi. Bunday chora 18 yoshdan oshgan bolalarning jinsiy daxlsizligiga qarshi jinoyatlari uchun hukm qilingan shaxslarga nisbatan tayinlanadi. Qaror sud tomonidan qabul qilinadi va darhol kuchga kiradi. Jarayon bevosita mahkum jazoni o'tayotgan muassasada o'tkaziladi. Tayyorgarlik ko'rish uchun qamoqxona ma'muriyati muddati tugashidan 12 oy oldin hujjatlarni to'plab sudga yuboradi. Sud mahkumning ruhiy muammolari yoki jinsiy zo'ravonlikka moyilligi bor yo'qligini aniqlash uchun sud psixiatriya ekspertizasini tayinlaydi. Bu o'zgarishlar allaqachon ruhiy kasallik tashxisi qo'yilgan, ammo jinoyat uchun javobgarlikni istisno qilmaydigan shaxslarga taalluqli emas. Bunday odamlarga sud oldindan boshqa tibbiy choralarni belgilashi mumkin. Yangi tartib 2025-yil 17-oktyabrdan kuchga kiradi. Qozog'istonda 2022-yildan boshlab pedofillar elektron bilaguzuk taqa boshlagan. 2024-yilda deputatlar voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy jinoyatlar sodir etgan shaxslarga jarrohlik yo'li bilan kastratsiya qilish masalasini muhokama qilgan edi. Endi esa bu qonunan kuchga kirmoqda. Qo'shnilarimizning pedofillarga nisbatan qo'llayotgan ushbu qonuniy tashabbusini bizda ham joriy etilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Zora shunda Xorazmda Adliya vazirligi xodimlari tomonidan mehribonlik uyidagi voyaga yetmagan qizlarning zo'rlanishi kabi holatlarning oldi olingan bo'larmidi? Yana bir qo'shnimiz Qirg'iziston esa avval xabar berganimizdek bu kabi turdagi jinoyatlar uchun o'lim jazosini qo'llash masalasini muhokama qilmoqda. Eron hijob qonunining ijrosini vaqtincha to'xtatdi. Eron parlamentining ma'lum qilishicha, Oliy Milliy xavfsizlik kengashi parlamentga majburiy hijob qonunini hozircha kuchga kiritmaslikni buyurgan. 2025-yil oktyabr oyida Eron hukumati ayollarning hijob o'rash talabini amalda bekor qildi. Endi bosh kiyim kiymaganligi uchun jarima va qonuniy jazo choralari qo'llanilmaydi. 2022-yilda axloq politsiyasi 22 yoshli talaba Masha Aminiyni noto'g'ri hijob kiygani uchun hibsga oldi va u ko'p o'tmay noaniq sharoitda vafot etdi. Bu voqea butun mamlakat bo'ylab ommaviy noroziliklarga sabab bo'lgan edi. 100 minglab eronliklar erkinlik va adolat talab qilib ko'chalarga chiqadi. Norozilik nafaqat Tehronda, balki o'nlab viloyat shaharlariga ham tarqaldi. Tahlilchilarning fikricha, hukumat Isroil va Qo'shma Shtatlar bilan tashqi siyosatda keskinlik kuchayotgan bir paytda norozilikning yangi to'lqiniga yo'l qo'ymaslik va ichki barqarorlikni saqlash uchun cheklovlarni yumshatishga qaror qilgan. Ayni paytda ayrim kuzatuvchilar Yevropada buning aksi kuzatilayotganini qayd etishmoqda.
etishmoqda. Masalan, Parijda diniy liboslarga cheklovlar muhokama qilinmoqda. Do'konlar vitrinalarida islomiy ramzlar ko'proq paydo bo'lmoqda. Zafar arkasi va Eyfel minorasi musulmonlar huquqlarini himoya qilish uchun namoyishlar foniga aylanmoqda. Shunga qaramay, baribir Yevropada hukumatlar vakillarining islom diniga qarshi qarorlar chiqarishlari davom etmoqda. Jumladan bu hafta Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni yetakchiligidagi hukmron Italiya birodarlari partiyasi islomiy va madaniy ajralish deb atalayotgan holatlarga qarshi kurashish uchun yangi qonun loyihasini taqdim etdi. Unga ko'ra yuzni to'liq yopuvchi kiyimlarni kiyish mutlaqo taqiqlanadi hamda qoidani buzganlarga 300 yevrodan 3000 yevrogacha jarima belgilanadi. Shuningdek, yangi qonunga ko'ra masjidlar va musulmon tashkilotlari barcha moliyaviy manbalarini oshkor qilishlari shart. Chetdan kelgan mablag'lar italyan qadriyatlariga tahdid deb baholansa, taqiqlanishi yoki muzlatilishi mumkin. Suriya Markaziy banki yangi valyutalarni muomalaga chiqarishga tayyorlanmoqda. Suriya Markaziy banki rahbari Abdulqodir Husri Al-Arabiyaga bergan intervyusida yangi Suriya valyutasining asosiy xususiyatlari va tafsilotlarini tushuntirib, pul operatsiyalarini soddalashtirish va mahalliy valyutaga ishonchni oshirishga qaratilgan harakatda uning nominal qiymatidan 2 nol olib tashlanishini tasdiqladi. Hursi yangi pul birligi sifati, xavfsizligi va chop etish tezligini ta'minlash uchun bir necha muassasalar tomonidan chop etilishini aytib o'tdi. Uning ta'kidlashicha, eski valyutalar bozordan bosqichma-bosqich olib tashlanadi. Shuningdek, yangi pul birliklarida Bashar Asad suratlari va eski rejimga oid siyosiy ramzlar olib tashlanadi. Yaqin kelajakda tasvir va belgilardan butunlay xoli 6 ta nominal valyutalarni chiqarish rejalashtirilgan. Bu dasturimizdan o'rin egallagan so'nggi xabar edi. Bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi dasturlarimizda sog'-salomat ko'rishguncha omon bo'ling.